AdinXbetdan tez va oson ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Kirib olamiz 1xbetga. Bu yerdan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bu yerda 4 xil usul bor. Kimga qaysi usul qulay bo'lsa, o'sha orqali ro'yxatdan o'tishi mumkin. Eng oson usuli bir bosishda o'tamiz. Birinchisi mamlakat, qaysi davlatda bo'lsangiz, o'sha yerga kiritasiz. Keyin mana bu yerdan xohlagan valyutangizni tanlasangiz bo'ladi. Bu yerdan qidirib topishingiz mumkin. Mana bu yerga yozsangiz topiladi. Masalan, rubl yozsangiz, Rossiya rubli masalan, dollar mana shu yerda bor. Qolgan valyutalarni yozib topishingiz mumkin. Biz o'zbek so'mida o'ynaymiz. Keyin bonusda xo'sh, sport uchun olsak bo'ladi, kazino gamis o'yinlari uchun olsak bo'ladi. Bonusda rad etish bor. Bonus kerak bo'lmasa, rad etishni bossangiz ham bo'ladi. Biz sportni tanlaymiz bu yerdan. Bu yerga promo kod kiritamiz. Katta harflar bilan VIB 555. Mana bu yerda petitsiya qilamiz va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Xo'sh, robot emasligingizni aniqlash uchun kapchadan o'tishingiz shart. Semafor deyapti, tanlab keyingisini bosasiz. Bu yerda tasdiqlash tugmasi chiqishi kerak. O'shanda to'g'ri bo'ladi bu. Yemasa keyingisi o'tib ketaveradi keyingisiga. Yoki mana bu yerdan o'tkazsangiz ham bo'ladi. Masalan, ikkinchi kapcha chiqishi kerak. Mana shu kapcha to'g'ri belgilaydi ko'pincha. Avtobus deyapti, avtobuslar tanlaymiz bu yerda. Mana yana ko'rinsa yana belgilaymiz. Mana boshqa chiqmadi, tasdiqlashni bosamiz. Mana xatolik bo'ldi, qayta urinish deyapti. Bu yerda men aytilgan narsani belgilaysiz yana. Tasdiqlashni bosamiz. Xo'sh, mana kapcha tasdiqlandi. Ro'yxatdan o'tib oldik. Mana login bilan parol berdi bizlarga. Buni screenshot qilib olib qo'yamiz galeriyaga. Mobil akkauntingizdan chiqib ketsa, shu login parol terib akkauntingizga kirib olishingiz mumkin. Bu yerdan keyingisi tugmasini bosamiz. Xo'sh, mana sirasi akkauntimizga olib o'tdi. Pastda menu degan joyi bor. Mana bunga bosamiz. Keyin bu yerda mana bu yerda shaxsiy ma'lumotlar degan joy bor. O'shanga bir bossangiz. Xo'sh. Bu yerda email bilan telefon raqam o'zingizning xohishingiz ulasangiz ham bo'ladi, ulamasangiz ham bo'ladi. Eng asosiy joyi mana bu yer. Ma'lumotlarni to'ldiring deyapti. Bu yerda pasport ma'lumotlarimizni to'ldirishimiz shart. Barchasini to'g'ri kiritish kerak. Agar noto'g'ri kiritib qo'ysangiz, masalan, pul chiqarishda muammo bo'lib qolsa, pulingizni chiqarib bermasligi mumkin. Agar pasportingiz to'g'ri bo'lsa, barcha ma'lumotlaringiz pulingizni chiqarib beradi, qancha so'mga yutsangizdan qat'iy nazar. Bu yerga familiya, ism, otangiz ismi, tug'ilgan sana mana bu yerdan topib kiritishingiz mumkin. Tug'ilgan joyga kiritasa, bu juda ham oson bu joylar. Mana shahar, viloyat deyapti. Bu yerdan topib kiritasizlar. Yashash manziliga masalan qishloqlarni yozib qo'ysangiz ham bo'ladi bu yerga, agar kim qayerda yashasa. Bu yerdan haydovchilik guvohnomasini xohlaganingizni kiritishingiz mumkin. Fuqaro pasportini tanlab, bu yerga pasport seriya, masalan AB bo'lishi mumkin. Shuni so'rayapti. Keyin bu yerda raqam, 7 ta raqam yoziladi pasport seriyani. 7 ta raqam yozasizlar, 7 ta bo'ldi. Berilgan sanasini so'rayapti. O'shani ham topib kiritasizlar, berilgan sanasi. Pasportda o'zi yozib qo'yilgan. Ko'rsangizlar. Kim tomonidan berilgan deyapti, buni ham topib kiritasizlar. Kiritib bo'lganingizdan keyin saqlash tugmasini bosamiz. Mana
Muvaffaqiyatli saqlandi. OK deb bosamiz. Xo'sh. Ma'lumotlarimiz saqlandi. Mana bu yerda qolib ketgan bo'lsa, masalan, bir ikkita mana qolganini ham to'ldirib saqlashni bossangizlar, ma'lumotlaringiz saqlanadi. Saqlab bo'lganlaringizdan keyin nastroykaga o'tamiz. Burchakka hisob to'ldirish. Mana bank kartalari orqali to'ldirmoqchi bo'lsangiz shuni tanlaysiz. Mana bu yerda Telegram botlari orqali to'ldirishingiz mumkin. Kriptovalyuta orqali to'ldirishingiz mumkin, kimda kim tushunsa. Bu yerda masalan Humo orqali to'ldirmoqchi bo'lsangiz, bu yerga summani kiritasiz. Minimal 5000 dan. Qisqacha tushuntirib o'tib ketaman buni ham. Masalan 100,000 so'm. Tasdiqlashni bosamiz. Bu yerga karta raqam yoziladi, masalan 9810. Keyin bu yerga muddat, masalan shunda yoziladi. Keyin bu yerga ismingizni yozasiz, ism, familiya masalan. Bu yerga ismingizni yozasiz, qo'yasiz. Keyin play degan yozuv bossangiz, kartaga ulangan nomerga SMS keladi. O'shani tasdiqlasangiz, hisobingizga 100,000 so'm pul tushadi. Pul chiqarish ham qiyin ish emas. Humo orqali to'ldirgan bo'lsangiz, Humo orqali chiqarasiz. Bu yerda 3 xil usuli chiqadi. Masalan, bir chiqib kirasiz. Mana hozir minimal 600,000 chu chiqarish, 5,000 dan 600,000 so'mgacha chiqarish. O'sha narsa o'zgaradi chiqib kiraversangiz. Mana ko'rib turganingiz, mana maksimal 20 million so'mgacha o'zgardi, ko'rib turganlaringizdek. Bu yerga summani kiritasiz. Masalan 200,000 so'm. Karta raqam, ism, familiya va muddatini kiritib tasdiqlashni bossangizlar, pulingiz chiqadi. Kimga 1xbet programmasi kerak bo'lsa, Telegram kanalimizda, Telegram kanal manzili video ostida va kommentariyada bo'ladi.